Bo'lasizmi? Men bittada uraman-da. Bittada urasa. Assalomu alaykum, hurmatli Instagram kuzatuvchilar. Mana Alijon Asbek baliqxonasida o'zini kuchini sinashga Botir akamiz tashrif buyurgan. Assalomu alaykum. Oqqo'rg'on rayon sentridan. To'g'rimi Botir aka? Sentridan. O'zingiz qisqacha tanishtirib o'rasiz. Oqqo'rg'ondan Botirsin. Rahmat. Balig'imizni yegani keldik. Oilaviy. Rahmat. Oilaviy mana. Oilaviy o'zimiz. Xursandman aka. Rahmat aka. Yutib, iste'mol qilib ketish nasib qilsin. Xudo xolasa. Bugungi kunda 11-iyul sanasiga biz belgilab qo'yamiz. Juda ham ko'p yutuq bo'lyapti. Xursandman. Shunday issiq kunda mana topib, yeb ichib ketyapti odamlar. Oqqo'rg'onda bek studiyamiz bor. Kelin-ku rasmga tushadigan joyimiz. Qolaversa 3-7 kafemiz bor. Hozir Chiko park bo'ldi. Yoshlar bog'onchida. Yonida Hello Kids bog'chamiz bor. Rahmat. Hammasi shu tadbirkormiz. Albatta, ikkita tadbirkor yonma-yonda rasm olib qo'yasiz. Akam bilan bir hammani kutamiz aka. Botir aka, nima dedingiz? albatta. Necha kilogramm chiqadi qo'lingizdagi sazan balig'i? 20 grammga adasiz o'tadi aka. Agar tadbirkor ekansiz, mana shu baliq topsangiz, men yana bitta baliq qo'shib beraman sizga. 950 gramm deylik. 950 gramm chiqarmikan? 970 gramm bo'lsin aka. 970 gramm chiqarmikan? Bilmadim, nima deysiz? Endi o'zim aytsam qiziq qolmaydi aka. Bo'l 950 gramm. Birinchi 950 gramm. Birinchisi, to'g'rimi? Birinchisi. Qo'ying to'rasiga. Ketdi. Alloh rahmonir. 950 gramm. Omadingiz bersin agar chiqsa. 968 gramm. Yo'q, 66 gramm. Albatta 966 gramm. Botir aka, shunaqa ham omadli bo'lasizmi? Men bittada uraman-da. Bittada urasa. Tadbirkor bo'ldi dedi. Rahmat. Men qo'llamadim, lekin men adashtirishga harakat qildim. 70 bo'lganda ham adashmas ekanmiz. Olib kelamiz, hurmatli operator, va ko'rsatamiz. Biz Botir akamizga maqtagan, aytgan balig'imizni mana bitta baliq qo'shamiz. Yashang aka. Hurmatli obunachilar, Alijon Asbek baliqxonasi aytganidan qaytmaydi va qilib beradi. Oilam. Oilasini olib qo'yamiz. Ana qizim, keliningiz. Rahmat.